bir yigit uylandi. U yigit ayolini qattiq yaxshi ko'rardi. Yaxshi ko'rganligi sababli uni hamma gaplariga rozi edi. Oradan kunlar o'tdi, vaqtlar o'tdi, farzandli bo'lishdi. Farzandi ham sekin asta kattarib, yoshiga yetib qoldi. Kunlardan bir kuni juda ham qattiq yomg'ir yog'di. Shu kuni har doim kech keladigan yigit uyiga ertaroq qaytdi. Uyimga bir ertaroq boray, uydagilarni ozroq o'tirayin dedi. Uyiga kelsa, ayoli yo'q. Uydagilardan so'radi. Qani keliningiz dedi. Uydagilar aytishdiki, kelin ko'chaga chiqdi dedi. Qancha vaqt bo'ldi deganda, biroz oldin chiqdi, 1 soatcha bo'lib qoldi dedi. Xo'p, mayli dedi. Uyda qizini o'ynatib o'tirdi. Oradan bir oz vaqt o'tgandan keyin eshik taqilladi. Yigit borib eshikni ochdi. Qarasa ayol turgan ekan. Usti boshi ho'l bo'lib ketgan. Uyga kiritib oldi-da, darhol sochiqni berdi. Tez qurinib oldi. Tez qurinib oldi. Qurinib olgandan keyin choy ichishdi. Choy ichishgandan keyin shu asnoda yigit so'radi. Qayerga borib kelyapsan dedi. Do'gonamga borib kelayotgandim dedi ayoli. Keyin yana yigit so'radi. Kimdan so'rab chiqib ketding? Shunday deganda ayoli aytdiki, uydagilarga aytib ketdim dedi. Ha, mayli. Bunda yomg'irli kunda chiqmadi dedi. Boshqa payt chiqsang ham bo'lardi-ku deganda, zarur bo'lib qoldi. Shuning uchun chiqib keldim dedi. Yigit hech narsa demadi. O'sha kechasi ayol tushidan qo'rqib alahsirab uyg'ondi. Shunda yonida yotgan eri turdi, tinchlikmi dedi. Bilmadim dedi. Nimagadir qo'rqib ketdim dedi. Boya yigit darhol suv olib berdi. Suvni ichdi. Shu asnoda qo'lini ushlaganda qarasaki isitmasi bor. Darhol peshonasini ham ushladi. Qarasaki olov bo'lib yonayotgan ekan. Juda ham isitmasi baland ekan. Darhol doktor chaqirishdi. Bir pas turib doktor ham keldi. Isitmasini tekshirdi. Ukol qildi-da, ertaga kasalxonaga olib boring dedi. Xo'p dedi. Isitmasi tushdi. Ertasi kun ayolini olib doktorga bordi. Ayoli ko'rikdan o'tib bo'lgandan keyin boyagi yigit shifokorning oldiga kirdi-da, ayolimga nima bo'lgan ekan dedi. Hech narsa qilmagan, ozroq shamollabdi dedi. Mana bu dorilardan ichsin, yaxshi bo'lib ketadi dedi. Xo'p dedi-da, yigit ketayotib aptekaga kirdi-da, doktor yozib bergan dorilar sotib oldi va uyiga qarab ketdi. Uyiga yetib bordi. Bir pas turib ayolning yana isitmasi ko'tarildi. Dori ichirdi, isitmasi tushdi. Kechqurunga borib yana isitmasi ko'tarilib ketdi. Bu narsa 3 kun davomida shunaqa bo'lib turdi. Isitma tushadi, ko'tarilib ketadi, tushadi, yana ko'tarilib ketadi. 3-kun kechasiga borganda ayoli olamdan o'tib qoldi. Yigit ayolni juda ham qattiq yaxshi ko'rgani uchun juda ham qattiq qayg'urdi. Ko'ngliga hech narsa sig'masdi. Olib borib ko'mib kelishdi. Yigit haftada 2-3 marta ayolini qabrini borib ziyorat qilib kelardi. O'sha joyda o'tirib, tilovat qilib, yum-yum yig'lab qaytib kelardi. Oradan kunlar o'tdi. Hattoki qiziga ham e'tibor bermay qoldi. Ishlaridan ham ko'ngli sovib ketdi. Faqat shu uyda o'tirardi, qayg'urardi, ko'ngli tusasa qabristonga borib kelardi. Shu asnoda bir necha kun o'tib ketdi. Qizini ayolining opasi uyiga olib ketdi. Men qarab turayin dedi. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin kechasi qayg'urib uxlab qoldi. Tush ko'rdi.